Assalomu alaykum yurtdoshlar, YouTube tomoshabinlari, kuzatayotganingiz Jizzax Biogoms kanali do'stlar. Kanalda mehmon bo'lsangiz, yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni va bizni qo'llab-quvvatlash uchun bitta like tugmasini bosishni unutmanglar do'stlar. Sizlar uchun Biogoms sohasiga oid qiziqarli videolarni chiqarishda davom etamiz do'stlar. Xo'p, bugungi videomiz kuz faslida daraxtlarga qancha Biogoms bergan ma'qul, qanaqa tartibda bergan ma'qul, shular haqida bir ozgina gaplashamiz do'stlar. Xo'p, unda boshladik. Hozir kuz fasli daraxtlarda o'zi barglar sarg'ayib, to'kilishni boshlagan do'stlar. Hozirgi endi uyquga ketishga tayyorlanadi daraxtlar. Hozirgi vaqtda Biogoms beriladigan bo'lsa, erta bahorda buning effekti juda zo'r bo'ladi. Ya'ni bahorda gullash vaqti, mevalar pishgandan so'ng ham buning effekti juda zo'r bo'ladi. Ya'ni yosh nihollarni ham shu yerdan sal kuch ketgan yer bo'ladigan bo'lsa, bir energiya olishida bir o'zgarishlar juda yaxshi seziladi. Xo'p, Biogomsni qanday bergan ma'qul, qanaqa tartibda bergan ma'qul do'stlar? Hozir ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, mana shunaqa qilib bir lapatka kovlanadi yonidan. Bir lapatka kovlangandan keyin bir lapatka, ya'ni 2 lapatkagacha yoniga bemalol Biogoms tashlanadigan bo'lsa, bahorda buning effekti juda zo'r bo'ladi. Hozirgi vaqtda yaqin shu aytib o'tganimda oldingi videolarda 10-15 yil ichida yerlarimizning kuch-quvvati juda ketgan do'stlar. O'sha sababli daraxtning ildiziga yerdagi kerakli moddalarni parchalab beruvchi gomus miqdori kamayib ketgan. Cho'lchanglar shu dori yerga ko'p haddan ziyod dori ishlatayotganligi sababli cho'lchanglar ham juda ancha aksariyat joylarda kamayib, yo'q desak ham bo'ladi. Oldingiday emas. Shu sababli Biogoms tashlansa, Biogomsni yana bir afzallik taraflaridan bittasi, Biogoms tashlangan yer 2 yilgacha o'sha o'zini xususiyatini yo'qotmaydi. 2 yilgacha effekt zo'r beradi. Chunki nimaga deganda Biogoms Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchangi orqali ishlab chiqariladi. U ham bir mo'jizada. Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchangi yeb uni qaytadan ishlab qayta chiqarganda yupqa bir pardachaga o'xshash bir pardasimon qilib o'rab chiqaradi Biogomsni. O'shaning uchun buni erishi ham qiyin. 1 yilda, yarim yilda, masalan 5-6 oyda buni effekti yo'qolib, bu yo'q bo'lib ketmaydigan narsa. O'sha tomonlama plus do'stlar. Xo'p, mana ko'rishlar mumkin. Namlik darajasi yuqori Biogoms hozir. Mana do'stlar, mana shunaqa tartibda qo'yib chiqilyapti. Bular ham yeyilib ketgan hammasi, faqat namlik bo'lgani uchun mana do'stlar ko'rishlar mumkin. Namligi yuqori bo'lgani uchun yopishib qo'ygan bir-biriga. Mana granula holiga kelib bo'lgan Biogoms. Bu yosh nihollarga ham o'sib rivojlanishida juda katta foydasi bor, juda katta effekt beradi. Xo'p do'stlar, Biogomsni kuz faslida bergan ma'qul. Kuz faslida bersa shu o'zgarishi ham ancha yaxshi bo'ladi bahorgacha. Shu narsani sizlarga bir maslahat berib qo'ygan bo'lardim do'stlar. Video yoqqan bo'lsa, oz bo'lsa-da sizlarga bir ma'lumot berib olgan bo'lsam, bitta like bilan obuna bo'lib qo'yib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar do'stlar. Bundan da qiziqarli videolarni chiqarishda davom etamiz. Xo'p, sog' va salomat bo'ling do'stlar.